Thomas Edward Lawrence. Kim u? Arxeolog yoki arab dunyosi ishqibozi. O'zgarish davrida arab dunyosiga tasodifan tushib qolgan portlovchi qurilmalar bo'yicha mutaxassismi? U arablarni qutqarish, so'ng aldab ketish uchun kelgan ayg'oqchimi? David Linning Arabistonlik Lawrence filmi 1963-yilda 7 yo'nalishda Oscar mukofotini qo'lga kiritgan. Britaniyalik razvedka ofitserining hayotiga asoslangan kartina eng yaxshi film yo'nalishida ham tengsiz deya topilgandi. 2019-yilda Amerika kinooperatorlar jamiyati 20-asrning eng yaxshi filmlarini tanlagandi. Unga ko'ra, o'tgan asrning eng yaxshi filmi sifatida Arabistonlik Lawrence filmi tan olindi. Aslida xoin va musulmon dunyosini parchalab, bugungi kunimizgacha muammoli xaritani yaratgan Thomas Lawrence Arabiya filmda qahramon va qutqaruvchi sifatida gavdalanadi. O'shanda film 7 ta Oscar, 4 Oltin Globus, asr filmi va boshqa ko'plab mukofotlarni olishga ham muvaffaq bo'lgandi. Chunki Thomas Lawrence 30 yildan ortiq taxtda o'tirib, musulmon dunyosini saqlab turgan Abdulhamid Xon ikkini yiqitishda katta rol o'ynagan shaxs edi. Thomas Edward Lawrence. Benikoh tug'ilgan bu bola 1919-yili zinokor otasi Thomas Chapman vafot etmaguncha ota-onasining noqonuniy munosabatidan bexabar bo'lgan. Ha, qo'polroq so'zda aytsak, islom olaminizdan chiqishiga sababchi bo'lgan bu josus harom edi. Thomas Lawrencening qiziqishini rag'batlantirish maqsadida otasi uni arxeologiyani o'rganish uchun Parijga yuboradi. Lawrence Fransiyada Napoleon Bonaparte shaxsiyatiga qiziqib qoladi. Unda o'ziga o'xshash jihatlarni ko'p uchratadi. Birinchi navbatda bo'ylarning pastligi va ulkan istaklar. Bundan tashqari Lawrence Napoleonning harbiy strategiyasiga ham qiziqqan. Keyinroq u tarixga shu qadar qiziqib ketadiki, o'z ko'zlari bilan buyuk sivilizatsiyani qurish maqsadida sharqqa borishga qaror qiladi. Lawrence maqsadlariga erishish uchun u arab tilini turli shevalarda o'rganadi. 1909-yil yozida Arabistonlik Lawrence Suriya tomon sayohatga yo'l oladi. U bir yil ichida arab tilini shu qadar yaxshi o'rganadiki, talaffuzi xuddi ota-onasi arab bo'lib, bolaligi Arabiston yarim orolida o'tganlardan farq qilmasdi. O'sha yilning o'zida u Oksfordni tamomlaydi va arab olamida arxeolog va qadimiy arab merosi bilimdoni sifatida mashhurlikka erishadi. Mahalliy arablar ko'zi ko'k, soch sariq arab ham bo'larkanda deya undan shubhalanmaydi. Birinchi jahon urushi Lawrence universitetni tamomlagandan so'ng boshlanadi. Usmoniylar imperiyasi Germaniya tarafida Angliyaga qarshi urush e'lon qiladi. O'z navbatida Angliya ham boshqa vositalardan foydalangan holda Usmoniylarni yakson qilishga qaror qiladi. Lawrence ushbu urushda qatnashib, Britanlar qo'lidagi qurol sifatida xizmat qiladi. Oxir-oqibatda esa ularning yadroviy bombasiga aylanadi. U arab dunyosiga arxeolog sayohatchi sifatida kelib, arablarni Usmoniylar imperiyasi qaramligidan ozod etmoqchi ekaniga ishontiradi. Lawrence arab tilini bilgani va arab madaniyatiga qiziqqani arablarni o'ziga ishonishiga yo'l ochadi. Uning obro'si kundan kunga oshib borardi. Tez orada u Usmoniylarga qarshi buyuk arab qarshiligi yetakchisi Hijoz amiri Sharif Husaynning ikkinchi o'g'li Shahzoda Abdulloh bilan uchrashishni taklif qiladi. Lawrence turklarga qarshi isyonning asl sababini tushuntirishni istardi. Agar Usmonli turklarini parchalasangiz, arab yarim oroli sizlarniki bo'ladi. Shunday qilib, arab qo'zg'oloni boshlanib ketdi. Lawrence esa bu qo'zg'olonning aqliy markaziga aylandi. U qabilalarni birlashtirdi, pul va qurol yetkazdi. Turklarga qarshi partizian urushlarini tashkil qildi. Lawrencening Britaniya rahbariyatiga bergan ma'lumotlardan kelib chiqadiki, inglizlar arab olamini unga qattiq ishongan. Lawrence Britanlar ixtiyorida bo'lgan eng yaxshi josusga aylanadi. Uni yana Shahzoda Faysal yoniga yuborib, maslahatchi sifatida yonida yurishlarini xohlashadi. O'g'il esa tabiiyki otasining asosiy qarorlariga ta'sir o'tkazib kelgan. Shahzoda Faysalning maslahatchisi lavozimi ostida Lawrence arab qabilalari sardorlarining ishonchini qozonadi. Lawrence ularni o'zaro mojarolarni to'xtatish va qurollarini asosiy dushman Osmoniylarga qaratishga ko'ndiradi. Bu ishlarga arablarni ko'ndirish qiyin kechmaydi. Chunki Thomas Lawrence arablar yetakchisining eng yaqin va ishonchli insoniga aylanib bo'lgandi. Shu tariqa Lawrence turklarga qarshi partizianlik urushini olib boradi va uning mina hamda portlovchi qurilmalar borasidagi bilimlari arablarning ko'plab g'alabasiga sabab bo'ladi. Ketma-ket g'alabalar va Lawrencening mashhurligi ortib borardi. Natijada u Falastinni yahudiylarning haqiqiy uyiga aylantirish haqida o'ylay boshlaydi. Chunki Lawrence'ni moddiy tomondan qo'llab turganlar sionistlar edi. Shunday qilib, u mintaqada ancha jiddiy rol o'ynashga kirishadi.
Mana shunday katta jarayonlar paytida Thomas Lawrence turklar qo'liga asir tushib qolgani haqida bilasizmi? Uning baxtiga turklar Lawrence'ning tashqi ko'rinishi qanday ekanligini bilmasdi. Shu boisdan qo'llariga tushib qolgan insonning naqadar qimmatli shaxsligini tasavvur ham qila olmasdi. Lawrence turklarni o'zini cherkas ekaniga ishontiradi. Shu yo'l bilan Lawrence turklar qo'lidan qochib ketishga muvaffaq bo'ladi. Arablar Usmoniylarga xiyonat qilish orqali mustaqillikka erishamiz deb turgan bir payt 1916-yil Britaniya va Fransiya o'rtasida maxfiy Sykes-Picot kelishuvi imzolanadi. Unga ko'ra Falastin Britaniya nazorati ostida, Suriya va Liviya Fransiya hukmronligida, Iroq va Iordaniya Britaniyaning koloniyasiga aylanardi. Arablarga va'da berilgan mustaqillikchi, hech qanday mustaqillik yo'q. Lawrence buni bilardi. Arab qo'zg'oloni natijasida Usmoniylar zaiflashdi. 1924-yilga kelib xalifalik rasman tugatildi. Arab dunyosi esa mustamlakaga aylandi. Yaqin Sharq butunlay parchalandi. Falastinda keyinchalik Isroil paydo bo'ldi. Suriyada Fransiya ta'siri, Iroqda esa Britaniya armiyasi joylashdi. Lawrence musulmonlarning qalbiga arab millatchiligi urug'ini ekdi. Islomiy birlik millatchilik g'oyasi ostida qurbon qilindi. Arab yerlari bir-biriga o'ralashib qolgan ip kabi chegarashib ketdi. Chunki bilasizmi, arab yerlari xaritasini ayol kishi chizgan. Chizganda ham nonushta paytida choy ichib o'tirib chizadi. Bu ayol Britaniya razvedchigi, Lawrence'dan 20 yosh katta bo'lgan Gertruda Bell edi. Gertruda Bell u Usmoniylarni sindirish uchun ularning e'tiqodi, aqida va mazhabiga ham zarba berish taklifini beradi. Chunki musulmon olamini qalban birlashtirib turgan yana bir narsa Hanafiylik, Moturudiylik va Ash'ariylik edi. Lawrence va Gertruda o'rtasida ishqiy munosabat ham bo'lgani aytiladi. Gertruda Bell haqida ham alohida mavzu qilamiz. Barcha vazifasini a'lo bajarib bo'lgan Lawrence bor imkoniyatini ishga solib, mashhurlikdan qochishga urinadi. Angliyaga qaytib turli ishlarga boshqa ismlari ostida joylashadi. 9 yillik xizmatidan keyin Lawrence iste'foga chiqadi. U umrining qolgan qismini Bovington shimolidagi uyda o'tkazishga qaror qiladi. Afsuski, uning umri o'zi o'ylaganchalik uzoq emasdi. Josus 1935-yil mototsikl avariyaga uchrab 46 yoshida halok bo'ladi. Xorij gazetalari avariya oldindan rejalashtirilgani haqida ham yozgan. Ehtimol o'limi ham hayotiga o'xshab soxtalashtirilgandir. Lawrence'ning dafn marosimiga taniqli shaxslar, xususan marhumni arab ishlari bo'yicha maslahatchi lavozimiga tayinlagan Winston Cherchill ham ishtirok etgan. Ma'lumotlarda keltirilishicha, ular uzoq yillar davomida do'st bo'lishgan. Shunday qilib, yolg'onchi Lawrence arablarga Isroilni meros qoldirib ketdi. Bu hozirga qadar umumiy chegaralar sabab mojarolarni yuzaga keltirmoqda. Bugun kuzatib turganimizdek, mintaqada keskinlik hamon yo'qolmagan. Lawrence'ning fitnasi tufayli bugun musulmon dunyosida parchalanganlik, harbiy ishg'ollar, millatchilik va ziddiyatlar hukmron. U o'z missiyasini muvaffaqiyatli bajardi. Uning ortida butun bir ummat parokanda bo'ldi. Lawrence Arabiya, tarixdagi eng xatarli josus. Uning qilgan ishlari nafaqat bir davlatni, balki butun musulmon ummatini parchalab yubordi. Uning hikoyasi musulmonlar hech qachon unutmasligi kerak bo'lgan katta ibratli darsdir.